Bizning vatanimiz Xudoning marhamatiga sazovor yurt. Saxovatli, unumdor. U uzoq asrlar davomida juda ko'p azob-uqubatlarni boshidan kechirgan. Sizga hikoya qilib bermoqchi bo'lgan bu voqealar bundan 25 asr muqaddam bo'lib o'tgan. Spitamen. Eramizdan avvalgi 341-yil Sug'diyona. Spitamen juda yoshligidanoq abjir chavandoz va mohir mergan edi. Hamma uning epchilligiga qoyil qolardi. Yosh Spitamen qanchalik dovyurak bo'lishiga qaramay, oq ko'ngil inson edi. Quraleyginam. Xuddi shu davrda uzoq Yunonistonda Makedoniya qiroli Filipning o'g'li Aleksandr yashar edi. Buyuk olim va faylasuf Aristotel uning ustozi edi. Xaritaga qara, dunyoni yarmini forslar bosib olgan. Shunday bo'lishiga qaramay, sen ulardan ustun bo'lasan. Mana bu esa Sug'diyona, Baktriya yerlari. U yerlarda badaviy qabilalar yashaydi. Ustoz, Doro qo'shinida o'sha yerlarda chiqqan askarlar juda ko'pligi ma'lum. Ular ajoyib jangchilar. Shunday. Ammo yaxshi jangchi bo'lish bu hali hammasi emas. Ustoz, men sizga ishonaman, ammo seni otang Filip Yunonistonni faqatgina qurol bilan emas, balki aqli bilan birlashtirishga muvaffaq bo'lgan. Mana bu kemalarga qara. Ular forslarning kemalariga qaraganda ancha kam, ammo mukammal qurilgan. Sen Doroni mahv etasan. Eramizdan avvalgi 336-yil Sug'diyona, Spitamen qabilasiga tegishli yerlar. Barakalla, zo'r mergansan-da. Xo'sh, endi navbat seniki, Spitamen. Tirik jonni vol qilish shartmi? Yaxshisi sen kamoningdan yana bitta o'q uzchi. Spitamen, sen men bilgan sipohlarning eng sarasisan. Sening tomiringda qadim ajdodlarimiz qoni oqmoqda. Shuning uchun ham sening qavming Suvda va Baktriyada shuhrat qozongan. Kelajagingni ko'ryapman, Spitamen. Sen buyuk sarkarda bo'lasan. Dovrig'ing uzoq yerlarga yetib boradi. Dushmanlar sendan hayiqadilar. Forslarmi? Yo'q. Bu odamlar juda uzoq yurtlardan kelishadi. Sen hamisha g'olib bo'lasan. Barcha qabilalar senga yordam beradi. Ammo sen hammasini ochiq-oydin aytavering. Yo'q, Spitamen, hammasini bilishing shart emas. Lekin bilib qo'y, odamzodga xos bir yomon illat bor. Bu xiyonat. Makedoniyalik Aleksandr ko'p g'alabalarga erishgach, forslarning qudratli qo'shinlarini yengib, sharq tomon yurishni boshladi.
shu yerda Sug'diyonada Jahongir kutilmaganda xalqning qarshiligiga duch keldi. Makedoniya shohi Aleksandr vayronalik, jaholat va musibatlar keltirdi. Shu bois bosqinchini Iskandar Zulqarnayn, shohdor Iskandar deb atadilar. Sug'diyonada tarqoq qabilalar yashaydi deb kim ishontirgan edi meni? Ular xuddi qoplonga o'xshaydi. Doro askarlaridan ham kuchli va epchil yigitlar ekan. Eramizdan avvalgi 329-yil Marokand atrofi. Iskandar Zulqarnayn 3 marotaba hujum qilib Marokandni bosib oldi. Ammo har gal himoyachilar shaharni ozod qilishga muvaffaq bo'ldilar. Sug'diyonaliklarga Xorazmliklar, Baktriyaliklar va boshqa qabilalar kelib qo'shildilar. Sug'diyona va Baktriyada Iskandarga bo'ysunmagan odamlarning qattiq qiynoqqa solinishi haqida mudhish xabarlar yurardi. Spitamenning Sug'diyona, Baktriya, nomadlar, Sak, Derbik, Sahroi skiflar qabilalaridan tashkil topgan qo'shini Iskandarning qo'shini kabi tish tirnog'igacha qurollangan va shu kabi qudratli bo'lmasa ham Yunon bosqinchilariga sezilarli darajada zarba bera olardi. Spitamen qarorgohi bosib olingan shaharlarda qo'zg'olonlar ko'tarilardi. Dushmanlar oyoqlari ostida zamin cho'g' bo'lib yonardi. Qarshilik kun sayin kuchayib borardi. Qo'shinni jangga Spitamenni o'zi boshlab borishiga qaror qildi. Birodarlar, bu bizning yerimiz. Ikki shohli Iskandar farzandlarimizni, onalarimiz va qariyalarimizni qirib tashlayapti. Ammo bizni qul qilish uning qo'lidan kelmaydi. Vatanimizni himoya qilish uchun oxirigacha kurashishga tayyormisizlar? Tayyormiz. Bizni jangga boshla, Spitamen. Biz sen bilan shohdor maxluqqa o'lim. Iskandar qarorgohi. Spitamen. Bu ismni eshitganlardan birining yuragi umid va faxrdan yayrasa, ikkinchilarining yuragi qo'rqinch va nafratdan uvushib ketardi. Eramizdan avvalgi 329-yilning kuzida u boshchilik qilgan qo'shin sharqda birinchi bo'lib shu choqqacha yengilmay kelgan Iskandarga qaqshatqich zarba berdi. Shu bilan Iskandar Zulqarnaynning bosqinchilik urushi barham topdi. Spitamen janglarda chiniqqan sarkarda bo'lishiga qaramay, doimo ko'ngli pok va ishonuvchan insonligicha qolgan edi.
uning xotini va farzandi bilan vidolashuvi edi. Kohinning karomati to'g'ri chiqdi. Spitamen xoin qo'lidan o'lim topdi. Necha asrlardan buyon o'z xalqi va ona vatanini himoya qilish yo'lida jonlarini qurbon qilgan qahramonlarimizning nomlari tillardan tillarga o'tib kelmoqda. Ulardan biri Sud elining mag'rur o'g'loni Spitamen.